Hammaga salom. Bugun bizda sizlar bilan 8-dars. Bu darsda biz sizlar bilan dachilniy падежni ko'rib chiqamiz. Dachilniy падеж bu nima degani? Ya'ni sizlar kimga, nimaga, kimni oldiga va nima bo'ylab savollariga javobingizni olasiz. Agar siz rus tilini oldin o'rganmagan bo'lsangiz va bundan oldingi videolarni shu kanalimda ko'rib chiqishingiz mumkin va to'liq ma'lumotlarni, to'liq informatsiya, to'liq darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, meni o'zimni rus tili onlayn kursim bor. U yerda siz rus tilini tez, oson, uydan chiqmasdan qisqa vaqt ichida, ya'ni 60 kunda o'rganishingiz mumkin. Men bu kurs haqida ko'p sizlarga gapirmayman. Uning uchun men videoni tagida sizlarga ilova qoldiraman. U yerdan o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Endi esa dachilniy падеж. Dachilniy падеж bizada kому, ya'ni kimga savoliga javob beradi. Yana чему, nimaga. K kому, K kamuni ishlatganimizda kimnidir oldiga ketayotganimiz haqida sizlar bilan ma'lumotni berishimiz mumkin. Biza undan oldin darsimizda винительный падеж o'tganimizda куда savoliga bizda informatsiya berilgan. Куда bu qayerga. Bu esa kimni oldiga, bu ham qayerga bo'ladi. Lekin odamlarga nisbatan kimnidir oldiga ketayotgan bo'lsangiz, K kому deb savol berishimiz kerak. Qayergadir, qanaqadir bino, joy nisbatan bo'ladigan bo'lsa, demak куда, ya'ni винительный падежda bizda ishlatishimiz kerak. Bu farqni sizlar bilishingiz kerak. Значит, K kому kimni oldiga. K чему nimani oldiga. Bu degani bizni куда bo'lsa, винительный падеж kelganda ichiga kirishimiz haqida sizlarda informatsiya bo'ladi. A K чему demak yoniga. Doskani oldiga deyish mumkin, yoniga deyish mumkin. Shunda biz dachilniy падежni ishlatishimiz kerak. Значит, nimani oldiga. Buni yozib olishinglar kerak. Keyingi savolimiz bu bizada po kому. Bu именно savol asosan скучать fe'li bilan ishlatiladi. Kimnidir sog'inish ma'nosida aytmoqchi bo'lsangiz, demak sizlar по kому bilan ishlatishingiz kerak. Почему nima bo'ylab, nima bo'yicha. Nima bo'ylab, nima bo'yicha. Например, telefon orqali nima bo'yicha-da yoki-da yo'l bo'ylab deyish mumkin. Bu ham bizada dachilniy падежda ishlatiladi va buni yozib olishingiz kerak. Поехали. Demak, agar bizada so'zlar женский rod a yoki ya bilan tugaydigan bo'lsa, bizada ye ga o'zgaradi. Misol uchun, men oyimga gapiryapman. Я говорю. Mana, mama bizada a harfi bilan tugagani uchun biza ye ga o'zgartirishimiz kerak. Bu я говорю mame. Nimaga ye bo'ldi? Chunki a bilan tugagani uchun. Yoki-da bizada, например, boshqa so'z bo'lsin. Пусть будет man ketyapman yo'l bo'ylab. Nima bo'ylab deyish mumkin. Я иду bo'ylab bizada nimani berardi? Po. Endi doroga bizada a bilan tugagani uchun biza yeni ishlatishimiz kerak. По дороге. Или bizada женский род мягкий знак bor. Mягкий znakni o'rniga biz sizlar bilan i ishlatishimiz kerak. Misol uchun, eshikni oldiga deydigan bo'lsam, eshikni oldiga har doim bizada k bilan beriladi. Dver bizada женский род mягкий знак bo'lgani uchun i ga o'zgarib ketadi. I u nas будет k двери. Bu bizada женский rodda окончаниялari. Endi bizada sizlar bilan мужской род.
Мужской род – это у нас согласный или мягкий знак. Va biza sizlar bilan u yoki yuni ishlatishimiz kerak. Misol uchun, men o'qituvchiga gapiryapman. Я говорю. Учитель mягкий знак bo'lgandan keyin bizda yuga o'zgarish kerak. Yumshoq harf keladigan bo'lsa, demak yuga o'zgarib ketadi. Я говорю учителю. Или, например, sovg'a qildim. Я подарила akamga. Brat bizada undosh harf bilan tugadi va bizada sizlar bilan uni olishi kerak. Я подарила брату, kitobda. Теперь мужской род bizada a yoki ya harf bilan ham tugashi mumkin va biz uni yega o'zgartiramiz. Misol uchun, sog'inmoq rus tilida скучать, kimnidir sog'inish обязательно bizada po bilan keladi. Значит, я скучаю. Pa kimnidir sog'inish bilan kelgani uchun papa a bilan tugadi, yega o'zgaradi. Pa, pe. Bu demak ko'makchi eslab qolinadi. Что bizada скучать bilan kelishini va yozib qolishini kerak. Средний род. Средний род bizada o, ye, demak biz uni мужской rodga o'xshab u yoki yuga o'zgartirishimiz kerak. Misol uchun, derazani oldiga desam к окну. Endi more bizada dengiz ye harf bilan tugagani uchun yuga o'zgaradi va dengizni oldiga к морю. Umid qilamanki, sizlarga tushunarli bo'lyapti va sizlar eslab qola olasizlar. Endi bizada множественное число, ya'ni ko'plik. Demak, biz ko'plikka umuman boshqa qanchaliklar qo'shishimiz kerak. Am yoki yam. Это как? Misol uchun, bizada so'z bo'lsa do'stlarimga. Do'stlar rus tilida друзья. Demak, do'stlarimga gapiryapman yoki так, я говорю, men gapiryapman do'stlarimga. Друзьям nimaga bizada yam? Потому что друзья ya bilan tugadi. Ko'plik bo'lgandan keyin yoki dugonalarimga, dugonalar rus tilida подруги. У нас будет подругам. Nimaga? Подруга bir o'tib birlikda подруга bo'ladi va shuning uchun ko'plikda bizada подругам bo'ladi. Biz hech qachon GKH, JSH harflaridan keyin ya ishlata olmaymiz va bizada подругам bo'ladi. Shuning uchun g dan keyin har doim a kelyapti. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman, meni o'zimda onlayn rus tili kursim bor. Agar siz tez, oson va qisqa vaqt ichida, ya'ni 60 kunda rus tilini uydan chiqmasdan o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga ilova qoldiraman. U yerdan o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, sizlarga kurs haqida to'liq ma'lumotni berishadi. Endi biza дательный падежdagi olmashlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Man rus tilida это я, lekin manga будет мне. Я говорю, например, mame, men oyimga gapiryapman, lekin oyim menga gapiryapti desam, mama говорит menga, и у нас будет мне. Или san rus tilida это ты, demak sanga у нас будет тебе. O'g'il bolaga nisbatan u это он. Demak, если я скажу unga, у нас будет ему. Qiz bolaga nisbatan u это она, unga bo'ladigan bo'lsa bizada ей. Biz rus tilida это мы, demak bizga это нам. Siz rus tilida вы, sizga вам. Ular rus tilida они va ularga у нас будет
im. Va buni biza eslab to'g'ri qo'llashimiz kerak. Yozib olishinglar kerak. Endi oldiga ma'nosidagi biza ko'makchi ishlatganimizda qanaqa qilib almashtirib keladi. Вот, man это я, lekin mani oldimga это ко мне. San это ты, sani oldinga к тебе. Ahamiyat beramiz. Mini bo'lgani uchun bizda ко мне bo'ladi. Ко мне deyolmaymiz. Teper on bu u degani, uni oldiga к нему. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, biza undan oldingisida o'g'il bolaga nisbatan unga bo'lsa ему, lekin uni oldiga desak, biza к нему ishlatyapmiz. Nimaga? Bizda unli harf bo'lgani uchun undan oldin biza n ni qo'yishimiz kerak va shu bilan biza ko'makchi bilan to'g'ri formada ishlatishimiz mumkin. Ana uni oldiga к ней, bizni oldimizga к нам, sizni oldingizga к вам, ularni oldiga к ним. Bu ham xuddi shu narsa. Ana, on va они bo'lgandan keyin biz n ni qo'yib chiqamiz. Shunda biz ko'makchini to'g'ri ishlata olamiz. Rus tilida bizda kerak degan so'z bor. Нужен, нужна, нужно va нужны. Hammasi kerak degani. No har bittasini o'zini ishlatadigan joyi bor. Ya'ni нужен bu bizda мужской род. Нужна bu bizda женский род. Нужно bu bizda средний род. Va нужны это у нас множественное число, ya'ni ko'plik. Но biz ishlatayotganimizda, например, нужен дом, нужна машина, нужно kelganidan keyin средний rodda bizda faqat средний ishlatilmaydi, ya'ni fe'l bilan ham ishlatishimiz mumkin. To есть men yodlashim kerak. Menga yodlash kerak. Мне нужно. Demak, nima deymiz? Нужно. Nimaga keldi? Chunki выучить. Demak, fe'l bilan keladigan bo'lsa, biz sizlar bilan средний roddagi formasini ishlatishimiz kerak. No, menga pul kerak desa, мне нужны. Нужны nimaga keldi? Chunki деньги bizda ko'plikda kelayotgani uchun. Agar bizda bu so'z, например, мужской rodda kelganida, biz sizlar bilan нужен. Menga uy kerak desam, значит, дом bizda мужской род, и у нас будет мне нужен дом. Tushunarli? Yozib olishinglar kerak. Keyingisi bu bizda mumkin va mumkin emas. Rus tilida mumkin это можно. Mumkin emas, можно emas. Bu bizda nельзя. Va biza shu so'zlar kelganida gлаголni infinitiv formada ishlatishimiz kerak. Ya'ni fe'l moq formada o'zgartirmasdan ishlatishimiz kerak va shunda to'g'ri bo'ladi. Например, menga mumkin dam olish desam, мне можно. Menga mumkin da, мне можно, например, отдыхать. Отдыхать bu bizda fe'lni infinitiv, ya'ni moq formasi bo'lgani uchun biz shunaqa ishlashimiz kerak. Chunki можно keldi. Yokida mumkin emas. Da, мне mumkin emas, нельзя пить молоко. Nimaga? Chunki nельзя bu bizda mumkin emas va undan keyin keladigan so'z обязательно fe'l bo'lsa, bizda infinitiv, ya'ni o'zgartirmasdan moq formada ishlatishimiz kerak. Buni ham yozib olishinglar kerak. Tak, endi bizda sizlar bilan полностью дательный падеж ishlatganimizda bitta joy bor, ya'ni bizning emotsiyalarimiz. Emotsiya kelgandan keyin sizlar полностью дательный падеж ishlatasiz. Ya'ni, например, unga sovuq. Ему холодно. Lekin
Menga zerikarli desam, мне скучно. Ahamiyat beramiz, skучно qilib o'qilmaydi, skучно qilib o'qilishi kerak. Yokida mame qiziq, oyimga qiziq, mame интересно. Demaysizlar, shu so'zlar, ya'ni bizning emotsiyalarimiz keladigan bo'lsa, полностью дательный падеж ishlatishimiz kerak. Теперь yozib olinglar. Demak, agar bizada mana shu primerni misolda дательный падежdagi emotsiyalarimizni ishlatayotgan so'zlar. Demak, bu bizada har doim ravish formasida ishlatiladi. Ему больно, unga og'riqli tarzda degan. Ей весело, unga весело, так, ей грустно, demak, unga qayg'uli tarzda. Ему жарко, unga issiq. Мне интересно, menga qiziq. Ему приятно, yoqimli. Скучно, zerikarli. Strashno, qo'rqinchli. Холодно, sovuq. Demak, mana shu emotsiyalarimizni ham biz дательный падежda ishlatishimiz mumkin, yozib olishinglar kerak. Дательный падеж kelganda bizda примерный fe'li bor. То есть, пример qaysi fe'llarni ishlatishimiz mumkin дательный падежda? Рассказывать это bermoq, kimgadir это bermoq. Yokida писать, yozmoq, kimgadir yozamiz. Я пишу маме, брату, папе, другу. Говорить, gapirmoq. Покупать, sotib olmoq. Например, я покупаю сестре подарок. Nimaga sestre? Потому что sestra bizda a harf bilan tugadi, женский rod bo'lganidan keyin biz y ga o'zgartirishimiz kerak. Давать bu bizda bermoq. Demak, давать bo'lgandan keyin я даю bo'lib ketadi. Men hozir shu fe'lni ham ko'rsatib ketaman. Demak, читать o'qimoq, kimgadir o'qimoq, ребенку da bolaga, например, рассказ yoki qanaqadir ertak, сказку. Звонить, qo'ng'iroq qilish, я звоню коллеге. То есть hamkasbimga, коллеге. Дарить, sovg'a qilmoq, рекомендовать, tavsiya etmoq, помогать, yordam bermoq. Я помогаю дедушке, dodamga. Готовить, kimgadir ovqat qilish, da, tayyorlash. Отвечать, javob berish. Я отвечаю подруге, dugonamga javob beryapman. Дарить, sovg'a bermoq va bizda fe'lni tuslangan formasi. Maslahatim bilan yozib olinglar va eslab qolinglar. Endi sizlar bilan misol uchun давать fe'lini ko'rib chiqadigan bo'lsak va unga o'xshash bo'lgan fe'llarni bizada o'zgarib ketishi, ya'ni tuslanayotganda umuman boshqa formada kelishligini ko'rib chiqamiz. Misol uchun давать bu bermoq. Misol uchun я даю, men beryapman, ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, bizada va suffiksi tushib qoladi va biz uni o'rniga просто окончанияni qo'yib ketishimiz kerak. Ты даешь. Ahamiyat beradigan bo'lsanglar, biz oldingi fe'llarni o'rganganimizda, misol uchun работать, я работаю, ты работаешь. Bizda o'tda yesh bo'lib ketardi. Bu bizada eslab qoladigan fe'llardan bittasi va bizada даешь bo'ladi. Ya'ni biz yosh qo'shishimiz kerak. Он yoki она дает, мы даем, вы даете va они дают. O'tgan zamonda normalni o'zgaradi, ya'ni давал yoki давала. Вставать bu bizada turmoq degani, ya'ni uyg'onish. Demak, men turyapman, я встаю, ты встаешь, bizada yosh qo'shilyapti. Он встает, мы встаем, вы встаете, они встают. Вставал bu bizada o'tgan zamonda ishlatiladigan fe'l va вставала bizada женский rodda bo'ladi. Va shunga o'xshash fe'llarni ham yozib olishinglarni kerak. Misol uchun узнавать bu bilmoq, продавать sotmoq, преподавать dars bermoq, уставать charchamoq. Demak, men sizlarga zadaniya beraman, uyga vazifa. Har bitta bugun biz sizlar bilan дательный падежdagi o'tgan окончаниyalarimizni qo'yib, gaplar tuzib, ularni обязательно izohlarda yozib qoldiringlar. Shuni men tushunaman. Sizlarga tushunarli bo'lyapti yoki yo'q, savollarni обязательно yozib qoldiringlar. Men savollarga javob berishga harakat qilaman. Va agar siz rus tilini tez, oson, uydan chiqmasdan, qisqa vaqt ichida o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni o'zimni
onlayn kursim bor. U yerda sizlar rus tilini qisqa vaqt ichida o'rganishingiz mumkin va o'zingizlarning yordamchi o'qituvchilar ham bo'ladi. Agar to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, shu videoni tagida men ilova qoldiraman va ilovadan o'tib, ism, familiya va raqamingizni qoldirsangiz, kurs bo'yicha to'liq ma'lumotlarni sizlarga berishadi. Keyingi uroklarda ko'rishguncha.